TikTok kanalimni, Instagram kanalimni, YouTube kanalimni turmush o'rtog'im har doim ko'rib turadilar. Yaqinda musor satillari yuvib joylashtiran videomni ko'rib qolibdilar. Yaqinda 2 kun bo'ldi qo'yaman shu videomni. Shuni ko'rib, meni ayolim, turmush o'rtog'im shunaqa qiynalar ekan deb menga musor solish uchun zo'r narsa olib kelibdilar. Hozir sizlar ham ko'rsatamiz. Ketdik. Bu narsa hozir sizlarga ko'rsataman. Menga qaranglar, shu zo'r narsa. 3 talik, bitta, ikkita, 3 ta etachkasi bor. İchiga salafan solib olinadi bemalol. Mana bunda olsa ham bo'ladi, qo'ysa ham bo'ladi joyiga bemalol. Musorlarni tashlash uchun ham uyda bolalarimizning xonasigacha boradi. Mana yurib, nima deydi? Sursa suriladigan, ko'tarib yurilmaydi. Zo'r narsa ham. Xullas, men turmush o'rtog'im hamma narsaga harakat qiladi. Ayol kishini hamma narsasini tayyorlab berishga, muhayyo etishga harakat etadi. Nima deydi? Bizlarda bitta maqol bor. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi degan maqol bor. Bu she'rda ham shunaqa maqol bor ekan, men eshitdim. Men turmush o'rtog'im ayol kishini hamma narsasini tayyorlab berib, keyin talab etish kerak degan fikrda. Uning hech narsasi yo'q. Hech nima topmasdan undan biror narsani talab etish bu ahmoqlik deb hisoblaydi. Shuning uchun men har doim biror narsa qilmoqchi bo'lsam yo uyimda biror narsa men ishlatadigan, uy ro'zg'or uchun kerak bo'ladigan biror narsa tugasa, mendan oldin borib olib keladi. Hatto so'ramaydi ham. Yoki bo'lmasa shuni olamizmi demaydi. Borib eng yaxshisi mendan yaxshi biladi, borib olib kelib uyda hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Agar birorta kamchiligi bo'lsa, keyin aytib eshitadi men bilan. Xullas shunaqa.